Uchtepa tumanidan To'rteshki domimizning birinchi etajida Yevroremont holatida to'rt xonamizni o'zini podval qismlari bilan hamma qulayliklari bilan Yevroremont holatida mebel texnika jihozlari qoladi. Endi sizlarga video davomida to'liq ko'rsatib beraman. Asosiy kirishdan tushuntirib beradigan bo'lsam, shunaqa hol xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. O'ng qo'lda birinchi xonamiz, bitta katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Ko'ryapsizlarmi? Polностью xonadonimiz Yevroremontda, remontlari yaxshi holatda. Chap qo'lda birinchi xonamiz, bitta bolalar uchun yotoqxona. Bu yoqdan ko'rsatib beradigan bo'lsam, kattalar uchun spalni xonamiz joylashgan bo'ladi. O'zini mebel texnika jihozlari bilan. Bu yoqda alohida sanuzorlarimiz joylashgan bo'ladi. Akkuratniy holatda xonadonimizda ko'rib turgan barcha mebel texnika jihozlari qoldirib ketiladi. Bu yoqda alohida zal sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Oilaviy dam olish uchun chiroyli joylarni qilib qo'yishgan. Xo'p, bu yoqdan kuxnyani ko'rsatib beradigan bo'lsam, ko'ryapsizlarmi? Kuxnyamiz ham komplekt holatda mebel jihozlar bilan. Bu yoqda polniy mashxonamizda tagi podval ham qilib qo'yishgan ekan, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Agarda bu yoq xonani ham hisoblayman desanglar, bu yoq ham bitta bolalar uchun yotoqxona qilib qo'yishgan egalari. Umumiy hisobda bu xonani ham hisoblasanglar 5 xona botdi. O'zini orqa hovlisiga ega okalar, ko'ryapsizlarmi? Chiroyli zeleniy zona, alohida oilaviy dam olish uchun tapchali zonalarni qilib qo'yishibdi.